oyuncularımız aman olayınızlar, ayaklarınızlar kırmasın. Hatta oyuncularda yerinizlerde toyumuzu devam edemez. Aziz mihmanlarımız, aziz mevramızda tanışırken katma karındoşlarımızı yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun to'y egalari nomidan qo'yilayotgan ushbu ro'mol prezlarimiz yana davramizni go'zal opaxonlarimiz qizlarimiz uchun to'y egalaridan ikkita shtafilimiz bor. Bundan tashqari yo'lchi kuyovlari nomidan davramiz o'yinchilariga deb 4 ta futbolkamiz. Ondan tashqari davramizni eng go'zallari uchun, faqat go'zallarimiz uchun emas, zo'r o'ynagan o'yinchilar uchun deb to'y egalari nomidan to'yimizni kattasi bo'lgan, xonadonning ulug'lari bo'lgan Behruz akasi nomidan 100 ta prezimiz. Nafaqat Turoplar xonadonlari, Kabulovlar oilasidan, yana kelin tomonimizdan yana zo'r o'ynaganlar uchun 100 ta prezimiz keldi. Hozir esa tabirga so'z navbatini davom ettirar ekanmiz. Eng birinchi tabirga so'z navbatini bugun to'yimizda qatnashib olmayotgan ammo uzoqlardan turib kerak-keraklarimizni joylaringizga turishlaringizni so'raymiz. Sizlar uchun atagan Navro'zjonda to'ylarini tabriklab, armiya xizmatida yurgan amakisi Farog'jon nomidan to'ylaringizni muborak deymiz. Farog'jon nomidan Navro'zjon umrboqiy umrlik yo'ldoshingiz Amirxon bilan baxtli bo'lib, baxtli xonadoningizga baxtlar yarashsin-da, farzandlaringiz bo'lganda farzandlaringizga bergan to'ylaringizda Farog'jon oyoqlari yerga tegmasdan xizmatda izzatda bo'lib, mana shunday to'ylaringizga guvohi bo'lib, to'ylaringizda qatnashish nasib qilsin. Kelinimizni bir egilib salomini Farog'jon uchun yo'llaymiz. Omon bo'ling. Nasib bo'lsa Farog'jon ham armiya xizmatlarini yaxshi tugatib, shu xonadonni quvonchlarga quvon qilish bersin deb 100 ta prezimiz Farog'ning nomidan o'yinchilarimiz uchun omon bo'linglar. Hozir esa tabriklar so'z navbatidan oldin qurimizda zo'r o'ynagan o'yinchilarimizning boshidan boshlab prezlarni berib boshlaymiz. Aslida zo'r o'yinchilarimizni bittasi kelin-kuyovlarimiz o'zlari ekan. Kelin-kuyovlarimiz uchun bir qarsaklaringiz bo'lsin. O'yinchilar to'yda o'yinchilar o'ynaydi. Shunday ekan, davramizni to'yimizni boshidan o'ynab boshlagan. Zargul qizimiz, qora ko'ylakda yurgan, ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak, eng zo'r o'ynagan o'yinchining bittasi Zargul singlimiz uchun. Yonlarida yana bitta go'zal qizimiz, Zinaraxon qizimiz uchun yana bitta prezimiz. Yana akalarimizdan ismlaringizni to'g'ri bilgan bo'lsak, Azimjon akamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Farhod akamiz uchun prezimiz bor. Yana go'zal qizlarimiz bo'lgan Zarinaxon qizimiz bilan Barnoxon qizlarimiz uchun yana davramiz o'yinchilariga deb atalgan ushbu prezlardan sizlarni o'rtaga taklif qilib hadya qilamiz. Marhamat, san'atkorlar go'zal bir muzika bo'lsin. Prezlarimiz Zarikul opamiz uchun, Zinaraxon singlimiz uchun. Buyurun. To'yimiz endi boshlandi. Davramiz o'yinchilariga deb qo'ygan prezlarimizni hali davomi ko'p. O'yinchilarimiz omad sizlarga deb
yana to'yimizni davom ettiramiz. Hayotda ko'p narsa talab qilmayman. Faqatgina tinchlik bor bo'lsin deyman. Kelin kuyovlar yuksak bo'ling, omon bo'ling. Niyatingiz pok bo'lsin, murodingizga yeting deyman deb tabriklash so'z navbatiga mana shu yoshlarimizni bugungi nikoh to'ylari bilan tabriklab kelgan. Navro'zjon bilan 2 yil birga armiya xizmatida birga yurgan yigitlarimizdan davramizga tabriklash so'z navbatiga Sahat Murodjon Armesko o'rtog'ini taklif qilamiz. Kuyovlarimizni Sahat Murodjon Armesko o'rtog'ini hamda kelinimiz Amalxonxonni hurmatlab eslatilib kelgan. 1-sinfdan to 10-sinfgacha birga o'qigan sinfdosh o'rtoqlari. Atayin sinfdosh o'rtoqlari uchun sinfdoshlar qo'shig'i kuylanganidir. Hozir esa davramizga sinfdosh o'rtoqlaridan Go'zalxon sinfdoshini ham tabriklash navbatiga taklif qilamiz. Keling, yoshlarimizni tabriklab, Navro'zjondan Armesko o'rtoqlari. Marhamat kelingizlar. Armesko o'rtoqlari barchalaringizni huzurigizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Mana bugun Roblar xonadonida katta to'y katta to'y. Bu to'yning sabablari Armesimiz Navro'z, kelinimiz Amalxon, vaqtida o'shalarning Armeslardan sana qadagamiz bor edi, topshirmani ruxsat berdi. Armeslardan qo'ygan. Gorka. Hey, man. Salomat bo'ling. Kuyovlarimizni hurmatlab kelgan Armesko o'rtoqlari nomidan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz qo'shaqaringizlar. Amon bo'lingizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Keling, yangi tabriklash so'z navbatimizni kelinimizni hurmatlab kelgan sinfdosh o'rtoqlari. Marhamat kelingizlar, go'zal sinfdosh o'rtoqlar. Tabriklash so'z navbatini sinfdoshlarga beramiz. Marhamat. Barcha sinfdosh o'rtoqlari nomidan atalgan sovg'alar bilan keling kuyovlarimiz. Sizlarni tabriklaymiz. Baxtli bo'lingizlar. Yoshlarimiz qo'shaqaringizlar. Baxtli xonadonlaringizga baxtli kelin-kuyov bo'lingizlar. Omon bo'lingizlar. Sizlar uchun sinfdosh o'rtoqlarning sovg'alari. Sog'lig'ingizlar kelganlaringiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Har birlaringizga mana shunday to'ylar nasib qilsin. Omon bo'lingizlar. Sinfdosh o'rtoqlar, sog'lig'ingizlar, qiymatlaringizni bilingizlar. Atayin Turkiyada bo'lgan to'ylarimizning ilk birinchisi Amirxon sinfdosh o'rtoqlari egiga salom berdi. Buni unutmangizlar. Baxtli bo'ling yoshlarimiz, qo'shaqaringizlar. Amon bo'lingizlar. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Unutilmas maktablik yillaringiz hech bir zaman unutilmasin. Qiymatlaringiz har doim abadiy bo'lsin. Ehtimol sinfdoshlarning orasida birinchi to'yi bo'lsa kerak. Barchalaringizga shunday to'ylar nasib qilsin. Omon bo'lingizlar. Baxtli bo'lingizlar yoshlarimiz. Amalxon artistin mustaqil hayotga qadam qo'ying. Sening qadamingdan ushbu yoshlarimizga yordam buyursin. Baxtli bo'lingizlar yoshlarimiz. Qo'shaqaringizlarni to'yimizni davom ettiramiz. Balkim bu dunyoda to'ylarning
bo'lsin. Yarashibdi bo'ylaringizga, bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Navruzjon, Amirxon, bugungi nikoh to'ylaringiz shunday vaqt topinglar, to'y topgan vaqtingiz faqat o'zlaringizga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringizdan izzatlanib, tabassum bilan boqsin deb to'yimizni davom ettiramiz. Davramizga qo'yilgan ushbu prezlarimiz ila to'y egalari nomidan qo'yilgan shtabl ro'mol prezlarimizdan tashqari Bekruzjon nomidan 100 lira prezimiz. Kelin tarafimiz tomonidan qo'yilgan yana 100 lira prezimiz. Farog'jon amaksi nomidan qo'yilgan 100 lira prezimizdan tashqari Yo'lchik yo'llari nomidan qo'yilgan ushbu 4 ta futbolkamiz davrimiz o'yinchilari sizlar uchun. Endi esa navbatimizni san'atkorlarimizga berib, siz aziz mehmondo'stlarimiz barchalaringizni o'rtaga o'yinga chorlaymiz. Ikki irmoq birlashib anhor bo'ladi. Bugun bu xonadonda nikoh to'yi bo'ladi. Aziz do'stlar, to'yxonamizga marhamat eting. Sizlar bilan to'yxonamiz nurga to'ladi. Davramizga atayin Navro'zning armeska o'rtoqlarini hamda kelinimizni sinfdosh o'rtoqlarini taklif qilamiz.